Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Gentra mashinasi. 2015-yil 286 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-peysi avtomat korobkasi. Mashinaga yaxshi Amerikan kopterlar qo'yilgan. Xo'p, yumshoq balonlarga ham qo'yilgan, balonlar yaxshi holatda. Salonlarni okada ko'rib chiqsam, salonlar zo'r holatda. Malibu 1 rollar qo'yilgan. Zina podograflar bor, mashinaga yaxshi xol ko'rlarga ham solingan 286 ming probeg. Lyuklar ishlab turibdi, optira stoplar qo'yilgan. Motor korobka ходовой qismida hech qanaqa muammolar yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsa, okalar, mana shu orqa bagajda kichkina petnyosi bor ekan. Или oldi kirlosini uchida, kapotini uchida ham bor. Ichlariga o'tmagan, qolgan joylari top-toza, o'zingiz uchun tekshirtirib olasizlar. Xo'p, sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini o'qilasizlar maza qilib mashina uchun $8250 baholanadi. $8250 ga 2015-yil minishga tayyor 286 ming probeg yurgan 3-peysi avtomat korobka Gentra mashinasi. Egalarning o'ylarini qoldiraman, telefon qilib barak qilishingiz mumkin okalar.